Uzoq yillardan buyon xalqimizga xizmat ko'rsatib, mijozlarning ijobiy e'tirofiga sazovor bo'lib kelayotgan Oydin shifo klinikasi rivojlanishda davom etadi. Oydin shifoning malakali mutaxassislari tomonidan murojaatchilarga aniq tashxis qo'yilib, to'g'ri maslahat berish orqali muammoga yechim topiladi. Klinikada kardiologik, nevropatologik, urologik, ginekologik, terapevtik, gepatologik, allergik, pulmonologik, xirurgik xastaliklar muolaja va operatsiya yordamida davolanadi. Zamonaviy laboratoriya tahlillari va eng so'nggi rusumdagi diagnostik uskunalari EKG, UZI, rentgen, Holter yordamida bemorlarning muammolarini, gormonologik jarayonlar va infeksiyalarni yuqori aniqlikda ko'rsatib beriladi. Oydin shifoning fizioterapevtik muolajalari ham mijozlar ko'nglidan joy olgan. Parafin, GAI, tuz g'ori, kedr bochkasi, gidrokolon terapiya, Nugabest, lampali vanna, monoterapiya, UVT, lazer terapiyasi, fitness zal va fitobar tashrif buyuruvchilar xizmatida. Endilikda Oydin shifo klinikasida xalq tabobati usulida davolash ham yo'lga qo'yilib, dorivor o'simliklar, tabiiy va shifobaxsh giyohlar, asalari va zuluk yordamida davolash natijasida bemorlar qisqa fursatda xastalikdan xalos bo'lishmoqda. Uzoq yillik olimlar jamoasining izlanishlari natijasi o'laroq Oydin shifo klinikasida vodiyda va butun O'zbekistonda mutlaqo yangi usulda suyak yemirilishi kasalliklari, gonartroz va koksartrozni konservativ davolash yo'lga qo'yildi. Bu usul kasallikning eng asosiy kelib chiqish sababi bo'lgan qon aylanish tizimini qayta tiklash orqali amalga oshiriladi. Ko'rsatkichlar kutilgandan ham a'lo darajada bo'lib, kasallikka chalingan bemorlarda suyak yemirilishini to'xtatib, darajasini pasaytirishga erishilyapti. Manzil Namangan shahri, Yangi Namangan tumani, Axsikent dahasi 9-uy. Telefon 97 kodi bilan 253 0003, 55 kodi bilan 251 0003.